Gilamlar va tarmuzlar va hokazo shunday narsalar bor ekan, hammasini bir narx-navolarni ko'rsatib o'tamiz. Nima bor, nima yo'q. Gilamlar narxlari va supurgilar va narx-navo bilan tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanalini ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsizlar. Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga mana bugun kunlardan ham juma 13-iyun Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi jahon bozoriga keldik. Mana bu yerda ham Afg'oniston O'zbekiston chegarasi ko'rganingizdek bozorda narx-navolarni ko'ramiz. Narx-navolar qanday, nimalar sotiladi, nimalar sotilmaydi, Afg'onistonda nimalar borgan bozorga hammasini inshaalloh birma-bir ko'rsatib o'tamiz narx-navolarni. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosishni unutmanglar, bo'lmasam video sizlarda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli Hayot Media kanalini ko'ruvchi muxlislar, xush kelibsizlar. Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga mana bugun Afg'oniston va O'zbekiston va Termizda joylashgan jahon bozoriga keldik. Mana shu yerda Termiz bozoriga kelganmiz. Mana bir do'konga keldik, Jo'ramizda do'koni. Narx-navolarni ko'rsatib o'tamiz, nima bor, nima yo'q. Gilamlar narxlari va supurgilar va narx-navo bilan tanishtirib o'tamiz. Mana do'kon nomeri ham 1088. Mana bu yerda ham WhatsApp nomerlari bor ekan. Kelmoqchi bo'lgan akalarimiz, opalarimiz va singillarimizga mana WhatsApp raqamlar ham. Mana do'konga keldik. Hozir do'stlar narx-navolar bilan tanishtiramiz. Zabiyoga siz bir videoga oling. Mana do'stlar ko'rganingizdek, mana Amon og'amizning do'koniga keldik. Hozir narx-navo bilan tanishtiramiz. Qozonlar narxi qancha, tarmuzlar narxi qancha, hammasini birma-bir ko'rsatamiz. Amon og'a bir yordamchi bo'lsangiz inshaalloh bir sizga zahmat. Hozir birinchi nimadan boshlasak ekan. Assalomu alaykum. Amon og'a yaxshimisiz? Sog'misiz? Ishlardan charchamayapsizmi? Qandaysiz? Alhamdulillah. Hozir birinchi bilan do'stlar nimadan boshlaymiz? Birinchi tarmuzlardan boshlaymiz. Amon og'a bu tarmuzlar qayerning tarmuzlari bu? Tarmuz ironskiy tarmuzlar. Ha, ironskiy tarmuzlar. Qancha litr? 2 litr. Ha, 2 litr. 2 litr tarmuz. Buni narxlari qanchadan? Buni 50 mingdan beramiz. 50 mingdan, ha, 50 ming so'mdan bu tarmuzlar 2 litr tarmuzlar do'stlar ko'rganingizdek 50 ming so'mdan ekan. Jahon bozor Termizda joylashgan. Jahon bozorida narx-navolar bismillah. Mana bu tarmuzlar ham bular qanchadan amalga? Bular 110 mingdan. 110 mingdan. Choy qancha soat issiq saqlaydi? 24 soat issiq ishlaydi bu. 24 soat choy issiq saqlaydi. Necha litr bu? Bu 2 litr bo'ladi. Mana do'stlar ko'rganingizdek eng yaxshi va sifatli tarmuzlar 2 litrga 24 soat choyni issiq saqlar ekan. Ha, boshqa mana bu tarmuzlar tepadagilar narxi? Ha, bular 200 mingdan. Bu 200 mingdan olmasangiz ham bo'ladi aka. Bu nimalaymi bu? Ha, bu grassdan ko'rsatib turadi. Mana grassni ham ko'rsatib turadi mana do'stlar ko'rganingizdek. Haroratini ko'rsatadi. 48 soat ishlaydi. Choyni ham 48 soat. Bunday tarmuz ko'rmaganman lekin to'g'risi 48 soat choyni issiq saqlar ekan mana. Gradus ham bor, qarang mana. Mana. Ko'rganingizdek, buni narxi qancha bo'ladi? 200 ming. 200 ming so'm do'stlar. Hayot Mediadan keldim desanglar agar arzon qilib ham beradi inshaalloh. Arzon qilib ham olasiz. Chegirmali tarmuzlar. Avvalo bu yerda mashhur. Bu afg'on qozonlari ko'rsasangiz, afg'on qozoni 5 litr, 10 litr ular ham bor bo'lsa, 50 litr bor hozir, podvalda boshqalari. Mana do'stlar, ko'rganingizdek, bu mashhur afg'on qozonlari. Bu 50 litr ham bu. 50 litr bir qo'y o'zi ketib qoladi-da menga. Bir qo'y do'stlar mana. Ko'rganingizdek, menga zo'rg'a ko'tartirdi, lekin bir qo'y o'zi ketadi do'stlar, 50 litr. Bu narxi qanchadan oladi? 700 ming. 700 ming so'm. Buni chegirmali arzon qilib ham berasizmi? Hayot Mediadan kelsa 600 dan beramiz. Mana do'stlar, Hayot Mediadan keldim desangizlar agar 600 mingdan ham olsangiz bo'ladi. Mana chegirmali qilib, Amon og'amizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Mana shuni arzon qilib ham olasiz do'stlar. Boshqa keyin 5 litr qozonlar qancha bu? Mana 5 litrlar 190 mingdan. 190 mingdan arzon qilib chegirmali qilib oberasizmi? Kelishib beramiz ular. Kelishtirib ham beradi ekan mana do'stlar ko'rganingizdek, bu qancha buni narxi 5 litr? 5 litr 180 mingdan beramiz. 180 ming so'm. 15 litrli ham bor. Ha, 15 litrli, 5 15 litrliga 350 ming. 350 ming do'stlar mana afg'on qozonlar. 10 litri 250 ming. 10 litrasi 250 ming so'm, atiga 250 ming so'm do'stlar. Arzon qilib ham olasiz. Mana bu yerda qozonlarimiz qancha? Ha, qozonlar 180 ming. 125 litr. 25 litr.
ko'rganingizdek, buni 35 litr yozilgan, lekin 25 litr olar ekan. Mana avval toza bu, avval toza. Do'stlar, hozir narxi 180 ming. 180 ming do'stlar. Bular 200 ming. 200 ming so'mdan mana tol nima dedi? Tol tovoq do'stlar. Qancha? To'g'ri 200 ming. 200 ming so'mdan do'stlar mana. Olmadim demanglar, ichiga solib bosh yemadim demanglarmi. Ko'rganingizdek arzon. Buni ham arzon qilib olasizlar do'stlar. Tol tovoqlar. Endi kattasi ham bor ekan. Kattasi ham bor, kichkinasi ham bor, o'rtachasi ham. 3 xil bor. Ular qancha aka eng kattasi? Eng kattasi 250 ming. 250 ming so'm ekan do'stlar. Mana ko'rganingizdek, mana bu yerda choy, Afg'on choyi. ko'k choy. Ha, ko'k choy, afg'on choyi. Mana do'stlar, choylar ko'k choy ichaman desangiz, yashil choy ichaman desangiz, mana shu do'konga keling. Mana shu do'kon adresini qo'yamiz, hammasini inshaalloh bilmadi. Buni narxi qancha bo'ladi? Bu 25 ming. 25 ming so'm ekan. 22 dan qilib 22 dan ham qilib beramiz. Mana shunday do'stlar, bu yerda katta qozonlarni aytmang. Mana do'stlar, u mashhur afg'on gilamlardan. Ko'rganingizdek, Afg'oniston mashhur gilamlari. Mana do'stlar, u mashhur gilam. Ko'rmadim demanglar. Jahon bozordan. Bu aka bu qanchaga qancha? Bu 2 ga 2,5 bo'ladi. 2 ga 2,5. Buni narxi navolari degandek Narxlar arzon ekan, 50 mingdan. 50 mingdan bor. 50 mingdan. 50 ming so'mdan bo'lsa mana 2 ga 2,5. Buni 3 ga 3, 3 ga 3,5 bular qancha bular? Bular 3 ga 4lar bular. Mana do'stlar 3 ga 4. Ranglari ham har xil ranglardan, xohlagan ranglaringizdan bor. Qanchaga olasiz? Bular 3 ga 4lar 90 mingdan turadi. 3 ga 4 do'stlar, 3 ga 4dan. 3 ga 4 90 ming so'mdan. Agar Hayot Media kanalidan keldik desangizlar, arzon qilib ham Arzon qilib beramiz. Chegirmani qilib Hayot Mediadan keldim desangizlar faqat. Mana do'stlar, mana shunday gilamlar mana ko'rmadim. Har xil razmerlarga qarabda. Har xil razmerlar mana, har xil ranglari bor mana. Qarang, ko'rganingizdek mana. Mana bu ham qancha bu? Hozir mana shu 3 ga 4 ostida olganman. Ya, mana bu olgan ekan. Qarang, tayyor mana. Shunda 4 dona, 2 dona olsangizlar, qaranglar do'stlar, juda ham yaxshi, sifatli yaxshi, arzongina qilib beradi. Shunday. Mana shu gilamlar do'stlar. Mana do'kon nomerlari ham yozilgan. Do'kon nomerini ham ko'rsataman do'stlar. 1088. Mana bu yerda WhatsApp raqamlari ham bor do'stlar. Do'kon WhatsApp raqamlari. Agar shu yerga kelsangiz, zakaz nima qilinadimi? Zakaz bersa ham bo'ladimi? Yuboradimi? Telefon orqadan zakaz Toshkent joyga kelsa bo'ladimi? Endi uni zakaz bersalar, keyin Ha, hal qilasizlar, ha? Zakaz ham bor ekan. yo'lni ko'ramiz. Mana bu yerda dasturxonlar bor ekan. Bular metrasi qanchadan bo'ladi? Bular 20 mingdan. Metrasi 20 ming so'mdan. Mana do'stlar, metrasi 20 ming so'mdan ekan. Ishga ham bemalol bular. Yursa ham bo'lar ekan, zo'r ekan, rangi ketmas ekan, juda zo'r, sifati yaxshi. Arzon qilib ham beradi mana do'stlar, ko'rganingizdek. Endi buni nima qilgan ekan? Gaz ballonlari ham bor ekan mana do'stlar. Bular qanchadan ekan? Ular 250 mingdan Eronskiy bular. Eronskiy mana do'stlar, gaz balloni 5 kilo. 5 kilo ekan. Mana do'stlar, eng yaxshi arzon. Arzon qilib olasizlar. Keyin mana bu yerda mashhur nimalar bor ekan? Choynaklar, qayerda choynaklar bu? Bu Afg'onistondan keladi. Afg'onistondan keladi bu choynaklar. Mana do'stlar, choynaklar Afg'onistondan kelar ekan. Bu qancha bu? Bu 70 ming. 70 ming so'mdan ekan do'stlar, mana choynaklar. Ko'rganingizdek, keyin men o'zimga ham bitta choynak padarka bo'ldi. Qanday choynak desangiz, mana do'stlar, mana shunday bitta choynak ham padarka bo'ldi. Mana o'zimga ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattakon do'kon egasidan, Omonbek akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Bo'lmasam do'stlar, mana shu do'konga kelsangizlar, mana do'kon adresini hammasini qo'ydik. Omonbek akaning do'koniga kelsangizlar, Hayot Mediadan keldim desangizlar bo'ldi, arzon qilib olasizlar. Inshaalloh. Bo'lmasam do'stlar, videoni shu yerda to'xtatamiz. Videomizga bitta like so'rab qolamiz. Kanalimizga ham obuna bo'lib qolishni unutmanglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha. Mana do'stlar, bizlar ham hozir chiqib ketyapmiz bozordan. Mana ko'rganingizdek, mana do'kon kirish chiqishlari mana do'stlar. Chiqish deb yozilgan mana bu yerda. Mana ko'rganingizdek. Mana shunday kelasiz. Bu mana hozir bizlar chiqib ketamiz do'stlar do'kondan. O'sha do'konga borsangizlar inshaalloh arzon qilib sifatli eng yaxshi qazonlarni o'sha do'kondan olsangizlar bo'ladi. Arzon qilib inshaalloh.
Mana do'stlar, bu kirish, A blok kirish darvozasi. Mana birinchi ko'cha, mana ko'rganingizdek, mana shu yerdan kirasiz. Mana hozir hammasini ko'rsatdik. Mana shu ko'cha, mana shu yerdagi ko'cha chiqish degan yozilgan. Mana shu yerdan kelsangiz birinchi ko'cha mana do'stlar. Mana shu ko'cha, mana shu yerdan aylansangiz bo'ladi. Mana bu yerdan kirish do'stlar. Bo'lmasam, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha Allohning omonatlar do'stlar. Mana do'stlar, Aeroton jahon bozori mana Termizda joylashgan jahon bozoridamiz. Mana ko'rganingizdek, mana hayotda zo'r bozor ekan, bozorga gap yo'q lekin. Mana Aeroton zona nima yozilgan? Biz mana do'stlar, Aeroton jahon bozori. Termizdagi bozor. Mana bu yerda A blok bor. Boyagi reklama qilgan do'konimiz A blokda. Mana bu yerda B blok ham bor ekan. Mana biz ham ketyapmiz, Afg'onistonga qarab yo'l oldik. Inshaalloh keyingi safar ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deb qolamiz. Kimda kim kelmoqchi bo'lsa, inshaalloh yana kelamiz bozorga. Hozircha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videoni ham shu yerda to'xtatamiz do'stlar.